Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede size gacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaha 2023 yıl 10. ayının 22. gün ettiği yekşembe. Vatandaşım, bugünkü vaziyetten eysak mundaq gep gelmezler. Bu nime desiniz? Doğru bettiki ayrım koyulgan video filmlerinin mavzusu vatandaşlar. Mesela yeni tanlıklar bugün nime deydi? Endi bunun rast ve yaki şundaq zörüriyet işediki. Şundaq fikir ikelliğe hüküm kılamayımız vatandaşlar. Anlatmıyor. Zor haber. Amerika uruş yarlığı ilan kıldı. Harbiy zavodlar ciddi hareket etdi. Xi Jinping'nin ağrıp turgan yeğerini koçidi. Bu ekranda çıkan xat. Amerika'da ciddi seferberlik kozgutuldu. Endi bu mavzu. İsrail'e 100 bin kişilik askeri kısım urullaştırdı. Çünkü harbiy parxodları çataqtırışqa tayyorlandı. Uruş yetip geldi. Pufrala Köpçüket Yeni Tanlıklar televiziyası 11 saat ilgiri 10. ayının 22. günü YouTube. Yani bir haber vatandaş. Ekranda çünkü Hindistan pufralarını ciddi çekindirdi. Yadro uruşu derhal partlandı. Aslı mavzu Rusya-Ukrayna uruşunun işki perdisi. Çünkü Hindistan pufralarını ciddi çekindirdi Ukrayna'dan. Yadro uruşu derhal partlandı. Prezident Vladimir Putin 4 oblasti ciddi halet ilan kıldı. Halkalık beytle 10. ayının 22. günü yutu. Belmişin adıyla bula hazır bugün attıgan yetip gelgen haberle bunun biz siz hüküm kılıp rast şundaq dep bir nima diyemeymiz. Tünügün Amerika Qo'shma Shtatlar Prezident Joe Biden'ning şundaq bir xatar, yani dünya uruşu xatarına yetip kelip atqanligi ve bu doğruda Amerika xalqini agahlandırganligini görüp ötdük vatandaşım. Bugün şundan keldi mana Yeni Tanlıklar televiziyası ve halkılık peytle tor film, video film kanalı yok arkada haberlerini beripti. Hazırkan O'rta Sharqning to'liq vaziyetining nima ekanligi to'g'risida haberlar bayuli ki umumimizde haberlar emas. Bugün sizlarga shuning munosabatlik leksiyalarni so'zlaymiz vatandaşım. Mavzu mundaq. Meydan tüpten okşumaydı. İsrail'e Hamas uruşu Amerika Cungo karma karşılığını keskinleştiremdi. Mavzulu haber 10. ayının 21. günü Amerika avazdan Xitay dil programı ilan kılındı. Haber mundaq başlan. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden 10. ayının 19. günü Keşte Aksaray'da notuq sözlep Amerika xalqının ittifaqlaşıp İsrailiyani qo'llab Hamasni tozalashga Ukrayna ve Rusiyaning tajovuzchiligi qarshi turishga chaqiriq qildi. Mesela Ukraynaga tajovuz qilib kirgan Rusiyaning tajovuzchiligi qarshi turishga chaqiriq qildi. Prezident Joe Biden agahlantirib mundaq ko'rsatdi. Bu işki meydan uruş Amerika'nın bexatarligi münasebetli kuruştur. Amerika'nın bexatarligi münasebetli uruştur. Eğer Amerika bu uruşning sırtıda qarab turadigan bolsa, her qaysi joylarda bo'libmi endi Tinch okeani rayonida ve O'rta Sharq rayonidagi yoshurun tajovuzchilik harakat qiladi. Ya göçürün tajovuzchilar harakat qiladi. To'qinish ve davolg'ishning xatari bu yerlarga derhal yetib keladi. 10. ayının 7. günü Hamas İsrail'e hücum qildi. Rusiyaning Ukrayna hücum qilishiga bu urushning o'xshamaydigan bir tarafi shuki, bu urushda Beijing bayrog'i ro'shan holda Falastin tarafda turdi.
Geopolitika analizchileri mundaq ansirdi. Amerika Jungo İsrail'e Hamas to'qinishi davr qilgan holda ikki davlat o'rtasidagi ixtilof va ikki davlat munosabatida Amerika Jungo munosabatida yangi to'qinish nuqtasi kelib chiqadi deyishdi tahlilchilar. Prezident Joe Biden nutqida mundaq ko'rsatdi. Dünya tarixi birlash nuqtasi turibdi. Dünya hozir mustabitizm bilan demokratiyaning elishiga, ya'ni qarshilishiga duch keldi. Yana bir xabar vatandoshim. İsrail'e Hamas urushi o'rlab ketishining oldini olish uchun 10 davlat Qohirada yuqori darajalik yig'in ochdi. Mavzuli xabar 10 oyning 21 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Dünyada O'rta Sharq tinchlik yig'ini 10 oyning 21 kuni shanba Misrning poytaxti Qohirada ochildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Antonio Guterres, Yevropa İttifaqı Daimi Komitetining raisi Charles Michel hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Komitetiga a'zo davlatlar va O'rta Sharqdagi davlatlar bo'lib 10 davlat boshliqlari, hukumat boshliqlari, yuqori darajalik amaldorlar bu bir kunlik yig'inga qatnashdi. Lekin bu yig'inda İsrailya vakillari qatnashmadi. Yana bir xabar. Janubiy dengiz jiddiylashdi vatandosh. Filippin Jungo harbiy parxodlari ikkinchi qatim to'qinish paydo qildi va bir-biriga so'qilishdi. Janubiy dengizda masalan Filippin davlati atrofi dengiz bo'ylarida hozir Jungoning harbiy parxodi bilan Filippinning harbiy parxodi so'qilib ketgan gap. Nima vatandosh so'qilib ketgan gap. Buning bilan ikkinchi qatim. Endi hozir Janubiy dengiz vaziyatining qaysi darajaga yetganligini faraz qilsangiz bo'ldi. Mavzuli xabar 10 oyning 21 kuni Erkinlik vaqt gazeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Filippin bilan Jungoning Janubiy dengizda egilik huquq talab qilish huquqlari o'rlayni to'qinishi o'rlashga boshildi. İki tarafning harbiy parxodlari Janubiy dengiz taqim orollari, ya'ni Rey Aychauga yaqin orollarda ikki qatam harbiy parxodda so'qilib ketish vaqalari yuz berdi. İki taraf bir-birini mas'uliyatsiz deb ayblashdi. Amerika Jungo omadkilari o'xshashli vaqtda, bu bir mavzujimi? O'xshashli bir vaqtda dengiz chorlashga chiqdi. Jungoning omadkisi Sandong belgilik omadka Amerika Qo'shma Shtatlarining yadro o'tkisi bilan mangdigan Reagan belgilik omadka bu atrofdagi Huangyandao oralig'i qistab keldi. Bu Huangyandao oroli Tayvan, Filippin, Jungo o'rtasidagi talash tortishga loyiq yoki talash tortish qilinadigan orollarning birisi, balki ko'proq eg'izga chiqadigan orollarning birisi. Hozir bu ishga harbiy omadka musha orolga qistab keldi. Amerikaning Reagan belgilik omadkisi Koreya ziyoratini oxirlashtirib 20 kuni Janubiy dengizga kirib keldi. O'xshashli Jungoning Sandong belgilik omadkisi ham bu rayonga kirib keldi. Demak, 10 oyning 20 kuni bu rayonda Filippin bilan Jungoning harbiy parxodlari so'qilib ketdi dedi. Shundaqmi vatandosh? 20 kuni, ya'ni shu bir kun ichidagidek Koreya orolidagi vaziyatni yoki ziyoratni oxirlashtirib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Reagan belgilik omadkisi bu rayonga kirib keldi. Xitoyning Shandong belgilik omadkisi bu rayonga kirib keldi. O'rta Sharqning vaziyati o. Endi Ulug' okean yoki Janubiy dengizda
Bu denizden vaziyeti bu. İki vaziyetini to'liq mo'ljallab tasavvur qila olasiz vatandosh. Endi boshda o'qigan haligi video filmning mavzusini aytganda, hozir Rossiya nima tavakkalchilik qilmoqchi ya? Xudo saqlasin. Har qanday Xudo insof bersin. Endi atom qurollari degan nima degan gap masalan? Yadro qurollari degan nima degan gap? Bu bir tavakkalchilik, ya bu bir tashviqotdir. Shundoq bo'lib qolishini umid qilamiz vatandosh. Rossiya yadro qurolları işiltidi degandan ko'ra, yadro qurolları ishiltishni Rossiya prezident Vladimir Putin ham xiyol qiladi. Shu xiyol saviyasi to'xtab qoladi deganimiz yaxshi vatandosh. Hammamiz insonmiz vatandosh.